soch to'kilishi, badanda terini qurishi, tovonlarni qurishi, yorilishi, xotirani sustligi, bolalarda IQni pastligi, uxlab turganingizda ham charchoq hissi bilan uyg'onish kabi holatlar asosan yod yetishmovchiligida kuzatiladi. Yod organizmimiz uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan mineral hisoblanadi. Bu asosan qalqonsimon bezimizdagi gormonlarni yaxshi ishlab chiqarishiga kerakli mineral hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda 2022-yilda O'zbekistonda yod tanqisligi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilgan. Bu tadqiqotlar bo'yicha hududimizdagi aholi 32 mikrogramdan 64 mikrogramgacha yod iste'mol qilar ekan. Lekin bu yetarli emas. Bizning kunlik ratsionimizda 150 mikrogramdan 200 mikrogramgacha yod iste'mol qilishimiz kerak. Yodastrim eng xavfsiz yodlardan biri hisoblanadi. Organizmga singishidan tashqari bu qalqonsimon bezidagi boshqa kasalliklarda ham, yod mumkin bo'lmagan holatlarda ham uni iste'mol qilsangiz zarar qilmaydi. Yodastrimni shahar dorixonalaridan hamyonbop narxda topishingiz mumkin.